Reading bo'yicha part 2 ga o'tamiz. Part 2 da matching savol turi bo'ladi. Bu yerda ham shart aytilyapti. Read the text 7-14 and the statements AJ. Demak, mana bu yerdagi 7 dan 14 gacha bizga ma'lumotlar berilgan va bu yerda harflar berilgan. Mana shularda moslashtirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Decide which text matches with the situation described in the statements. Each statement can be used once only. Mana bu yerdagi gaplarni faqatgina bir marta ishlata olamiz xolos. There are 2 extra statements which you do not need to use. Ikkitasi ishlatilmaydi. Demak, at which open day you can. Qaysi kuni siz nima qila olasiz? Eat food from around the world. Butun dunyodagi ovqatlardan yeyish mumkin ekan. Qaysi kuni mana shu qaysi reklamada butun dunyodagi ovqatlardan yeyish mumkin degan bo'lsa, shu narsani olamiz. Lekin bizga berilgan shu so'zlarni tayyor o'zi kelishini kutmaymiz. Odatda sinonimi keladi. Butun dunyodan degan ma'noda qaysi so'z kelishi mumkin? Taxmin qilib ko'ringlarchi? Butun dunyodan global bo'lishi mumkin-a? Yanachi? International, all of the world. Yaxshi, ya'ni xalqaro degani juda ham yaxshi Munira. Cook fish food on your oven. Demak, baliqni o'zingiz yolg'iz mustaqil pishirishingiz mumkin, pishira olasiz deyapti. Demak, bu yerda on your oven o'zingiz yolg'iz deshda qanday aytish mumkin? Alone deyishi mumkin, yolg'iz. Independently deyishi mumkin-a? Aynan bu yerdagi so'zlarda o'zi emas, yourself bo'lishi mumkin. Juda ham yaxshi. Sinonimi paraphrasing kelishiga tayyor turinglar. See live animals. Ya'ni live degani jonli hayvonlarni ko'rish mumkin. Taxminlaring bormi? Nima deb aytish mumkin live animalsda? Masalan, you see animals in zoo deyishi mumkin, o'rmonda bo'lishi mumkin, church bo'lishi mumkin. Yaxshi. Learn about becoming a pilot. Ya'ni pilot bo'lish haqida o'rganasiz, ya'ni uchuvchi. Demak, bu yerda uchuvchilik darslari bo'ladi deyishi mumkin, parvoz qilasiz deyishi mumkin. Watch evening entertainment. Kechki entertainmentni ko'rishingiz mumkin deyapti. Bu yerda qanday paraphrase qilish mumkin? Aynan mana shu so'zni o'rniga nima kelishi mumkin? Aytinglarchi? Qafasda bo'lishi mumkin, yaxshi. TVda bo'lsa, lekin live ko'rmagan bo'ladi. TVda ko'rsa live basda, o'zi in person ko'rsa live bo'ladi. Watch evening entertainment. Kinoteatr, amfiteatr bo'lishi mumkin. Evening kechqurun demasdan birorta kechki vaqtni qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin. See historical clothes. Tarixiy kiyimlarni ko'rish. Demak, tarixiy demasdan 15-asrdagi kiyimlarni ko'rasiz deyishi mumkin. 15-asrda ko'rsak, biz bilamizki, tarix haqida oldingi zamondagi kiyimlar bo'ladi. Meet the president. Prezidentni ko'rish mumkin deyilyapti. Meet celebrities. Celebrities degani mashhur insonlar. Shunchaki celebrities demasdan famous people deyishi mumkin, well known deyishi mumkin. Not come in any clothes. Har qanday kiyimda kela olmaysiz deyapti. Bu yerda o'zini uniformi bor desa, demak ay to'g'ri kelishi mumkin. Get advice if you want a job in the restaurant business. Restoran sohasida ishlamoqchi bo'lsangiz, maslahat olishingiz mumkin deyapti. Masalan, siz restoran menejeri bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizda consultation bor desa, masalan, javob bo'lishi mumkin. Ya'ni biz mana bu reklamalarda bu yerdagi so'zlarni o'zi kelishini kutmaymiz. Bular albatta to'g'ri javoblar, albatta paraphrase qilingan bo'ladi. IELTSda ham, multi-levelda ham xuddi shunaqa. Sizlar paraphrasingda bilsalaring, IELTSda ham, multi-levelda ham farqi yo'q, ishlab ketaverasizlar. Demak, mana biz
harflarda, variantlarda o'qib chiqdik, asosiy so'zlarni ko'rdik va biz mana shu kalit so'zlarni o'zi bas, ularda sinonimi, paraphrasingga kelishiga tayyor bo'lib turibmiz. Endi o'qiymiz. Open Day, South Bank University, 11-18. Come along and test your skills in our flight simulator. Keling va biza flight simulator degani xuddi o'shanga o'xshatadigan narsa. Masalan, mock simulator bo'lsa, xuddi IELTS imtihonidaqa qilib mock olishadi. Xuddi o'sha atmosferani sizlarga shakllantirib beradi. Bu yerda ham flight simulator bo'lsa, xuddi uchgandek bo'lasiz. Shunga simulate degani o'zi o'xshatmoq degan so'zdan olingan. Enter the draw to win a free flying lesson. Demak, siz bepul uchish darsiga kirishingiz mumkin, yutishingiz mumkin. Meet tutors from 8 different countries, hot dog stands and barbecue from 12, free parking available. Demak, bu yerda flight simulator bo'ladi, uchishingiz mumkin, uchish bo'yicha darsda yutishingiz mumkin deyilyapti va hot dog bo'ladi deyilyapti. Xo'p, endi variantlarga qaraymiz. Bu yerda dunyo bo'yicha xalqaro, butun dunyo haqida gapirilmadi, baliq pishirish haqida yo'q, hayvon yo'q. Learn about becoming a pilot. Bu bo'lishi mumkin, uchuvchi bo'lish haqida o'rganing. Bu yerda ham parvoz qilishingiz mumkin deyilyapti. Kechqurungi entertainment haqida gap yo'q, historical clothes yo'q, president, celebrities. Demak, bu narsalarni ko'rmadik. Demak, 7 ga javobimiz nima bo'ladi? 7 ga javobimiz bu yerda D variant tushyapti, chunki uchuvchi bo'lish haqida o'rganishingiz mumkin deyilyapti. Bu yerda ham flying lesson so'zi aynan shu narsaga ishora qilyapti. Demak, 7 ga javobimiz D javob bo'ldi. Sizlar o'zlaring qog'ozda ishlaganda birlar variantlarni o'chirib ketinglar, o'shanda oson bo'ladi, belgilab o'chirib ketsalaring. Demak, D ni o'chirdim. Oldiga yozib ketasizlar, keyin belgilaysizlar imtihonda. Xo'p, come and join the fun with us open day. Bellingham House College. Interested in becoming a vet? Visit our working farm and chat with our lecturers and students. A fun day out for all the family. Marine biology exhibit. Come and find out about our fascinating sea creatures. Parking is available at discounted prices. Demak, siz veterinar bo'lmoqchimisiz? Bizni fermamizga keling, ma'ruzachilarimiz bilan, studentlar bilan gaplashing va bizda marine biology exhibit, marine degani ya'ni suv ostida yashaydigan hayvonlarda exhibit namoyishi bor. Keling va bizni suv hayvonlarimizni tomosha qiling, o'rganing deyilyapti. Demak, bu yerda fascinating sea creatures bor ekan. Va fermaga keling deb aytilyapti. Demak, 8 ga javobimiz qaysi bo'ladi? Mana variantlar. 8 ga qaysi javob tushyapti? Yaxshi, 8 ga C javob tushyapti. Juda ham yaxshi Muattarxon. Chunki mana C javobda see live animals, ya'ni hayvonlarni jonli tarzda ko'ring deyilyapti. Bu yerda ham aynan mana shu hayvonlarni ko'rish haqida, fermada jonli hayvonlarni ko'rish haqida gap ketyapti. Keyingisiga ko'ramiz. Lexington College Open Day, Creative Arts Market crafted by our third year students, all reasonably priced. International Food Fair, digital photography workshops on photographing in the wild, entertainment prizes and giveaways. You'll feel like you are flying on our trapeze. Demak, bu yerda crafted degani yasalgan degani. 3-kurslar yasagan ekan bu narsalarni va bularning hammasi arzon ekan. International Food Fair, ya'ni xalqaro ovqatlar ko'rgazmasi ham bo'lar ekan. Digital photography, rasmga olish mumkin ekan. Demak, hayvonlarni rasmga olish mumkin deyilyapti.
entertainment bor ekan, prize bor ekan, giveawaylar bor ekan. Xo'p, 9 ga eng yaxshi tushayotgan qaysi bo'lyapti? Javoblarni aytishlaring mumkin. Yaxshi, Odina, Munira, Gulsanamxon to'ppa-to'g'ri A javob tushyapti, ya'ni eat food from around the world. Butun dunyoda ovqatlar yeyishingiz mumkin deyilyapti. Bu yerda ham international food fair bo'ladi deyilyapti. Demak, 9 ga javobimiz A javob bo'lyapti. Juda ham yaxshi. Keyingisiga o'tamiz. Hampshire University Open Day. Interested in film? Check out Visual Effects Studio will add the latest software. Watch students and staff demonstrate their own games in the animation and game studio. 15-14 Food and drink stalls, free balloons and children's play area all finished off with our popular fireworks display. Masalan, o'qiyapsizlar, hech qaysi variant tushmayotganga o'xshayaptimi? Shunaqa vaziyat bo'lsa, shuni keyingisiga o'tib ketinglar. Keyingilarni belgilab, ba'zilarda ikkilansalaring, yana qaytasizlar. Masalan, men bu practice testni o'zim ishlayotganda, o'zim sizlardan oldin mustaqil ishlab ko'ramanda, o'zim ishlaganda, men shunga qaysini olsamikin deb ikkilandim. Ikkilanganim uchun tezda keyingilariga o'tib belgiladim. Bu yerda variantlar kam qoldi. Variantlar kam qolgandan keyin shunday o'qisam bittasi bemalol shunga tushib turibdi ekan, osongina olib ketdim. Sizlarda ham masalan javob tushmayotganga o'xshayaptimi? Keyingisiga o'tib ishlab olib, variant kamaygandan keyin ikkilanganlaringga qaytsalaring topish oson bo'ladi. Demak, 10 dan kechki 21 gacha ekan. Filmga qiziqasizmi? Bizni studiyamizni ko'ring, eng so'nggi software'da bo'ladi deyilyapti. Demak, bu yerda film bo'yicha gap ketyapti. Kechki 11 gacha bo'ladi. Va mana shu o'yinlarda ko'ring deyapti. Ovqat bo'ladi, ichimliklar bo'ladi, free balloons bo'ladi, bolalar o'ynashi mumkin, fireworkslar bo'ladi deyilyapti, ya'ni mushakbozlik bo'ladi deyapti. Kechki mana shu game studio soat 3 bilan 4 da bo'lar ekan. Xo'p, demak 10 ga qaysi javob tushyapti? Juda ham yaxshi, Muattarxon, Mashhura, Go'zal. I javob tushyapti, ya'ni watch evening entertainment javobini olamiz, chunki soat kechki 9 gacha bo'lar ekan. Bu yerda mana 9 gacha bo'ladi deyilyapti va mana bu yerda 3 4 aytilyapti. Buni agar obed deb hisoblasak, lekin mana bu 21 va mana shu paytgacha bo'lgan entertainment kechki hisoblanadi. Endi bundan 9 dan keyingisi 11 12 bo'lsa ekan, night tun hisoblanadi. Demak, bu yerga 10 ga javobni belgiladik. Keyingisiga o'tamiz. Open Day London Cinema School. Meet young artists and actresses. Free tickets for recently filmed documentaries. If you have questions about film production, you will get full answers. You will see the dresses used for the film called Ancient Pharaoh and Pyramids. Take your snacks with you as the cafe is not working temporarily. Demak, bu yerda yosh artistlarni, aktrisalarni ko'ring deyilyapti. Va yaqinda tayyorlangan hujjatli filmlarga bepul chiptalar bor ekan. Film production bo'yicha savollarga javob olar ekanmiz va kiyimlarni ko'rishimiz mumkin ekan. Bu kiyimlar qadimgi firavnlar, piramidalar degan kinoda ishlatilgan ekan. Xo'p, demak, bu yerga javobimiz qaysi bo'ladi?
Yosh artistlar degani uchun age bo'lmaydi. Mashhurlar deganda age bo'ladi. Aha, ba'zilar age olyapti, ba'zilar F olyapti. Xo'p, ko'ramiz age bilan F ni. Bu yerda meet celebrities. Mashhurlar demagan, yosh artistlar deganda, artist degani mashhur degani emas-ku. Biz ham hamma artistni mashhur deb bilmaymiz-ku. Bu yerda yosh artistlar degani. Artist, aktrisalarda hammasi ham mashhur degani emas. Shuning uchun buni ola olmaymiz. F javobini olayotganlar to'g'ri bo'ladi, chunki qadimgi kiyimlarni ko'rishingiz mumkin deyapti. Bu yerda ham dress deb aytib ketilyapti, ya'ni dress deb turib, mana shu dress qadimgi piramidalar va firavnlar degan filmda ishlatilgan ekan. Demak, bunga javobimiz F bo'lyapti. Keyingisiga o'tamiz. 12 ga. Open Textile and Design University. Fashion lovers are welcome. There will be fashionable clothes show. Well-known designers are visiting on this day and speaking with other visitors. The cafeteria will serve snacks and various drinks. Demak, fashion modani sevuvchilar xush kelibsizlar. Fashionable, shu so'zni ko'pchilik fashionable deb o'qiydi. Bu xato. Fashion bo'ladi. Ya'ni modadagi, urfdagi kiyimlar ko'rsatiladi va mashhur dizaynlar keladi, mashhur dizaynerlar keladi deyilyapti. Endi bunga javobimiz nima bo'ladi? Ana endi age bo'ladi, chunki age'da aynan celebrity deyilyapti. Celebrity degani mashhur inson degani. Demak, bu yerga age javobi tushyapti. Xo'p, bizda ikkita variant, ikkita savol qoldi. Ularni ham ko'ramiz. Open Day Journalism University. Keen on becoming a journalist or reporter? Pay for a visit one-day tour of our university. Here you will get introduced to all steps of becoming a professional journalist. Note that the dress code is a must at the university campus. Demak, siz jurnalist bo'lmoqchimisiz yoki muxbir bo'lmoqchimisiz? Bizni universitetimizda bir kunlik sayohatiga to'lov qiling. Siz bu yerda professional jurnalist bo'lish uchun barcha qadamlar bilan tanishtirilasiz deyilyapti va dress code mavjud. Dress code degani, ya'ni formasi bor bizni universitet hududimizda deyilyapti. Demak, bu yerga 13 ga javobimiz qaysi bo'lyapti? Yaxshi, Odina, Go'zal, Munira bu yerda I not come in any clothes. Har qanaqa kiyimda ham tashrif buyura olmaysiz, ya'ni o'zini formasini kiyish kerak ekan. Yaxshi. Keyingisiga o'tamiz. Sizlar o'zlaringiz ishlaganda har bitta mana shu sonni oldiga harfni yozib ketinglar. O'shanda javoblarni ko'chirish oson bo'ladi. Middle Temple Open Day for Schools and Universities. The Middle Temple organizes an open day every year, usually in March, aimed at students at sixth form and undergraduate, postgraduate or GDL level with an interest in a career at the bar. Demak, barda karyera qilmoqchi bo'lganlar uchun bitta open day bo'lar ekan. Barda ishlamoqchi bo'lganlar uchun, shunga qiziqqanlar uchun demak master class bo'lar ekan. Experienced practitioners as well as students will be on hand to provide information on all aspects of training for a career at the bar. Barda ishlash bo'yicha informatsiya berishar ekan. Demak, bu yerda qaysi javob bo'ladi? Juda ham yaxshi. J bo'ladi. Gulhayo, Odina, Go'zal. Go'zal ham juda faol qatnashyapti. Restaurant biznesda ishlamoqchi bo'lsangiz, maslahat olishingiz mumkin deyilyapti. Bu yerda ham barda ishlamoqchi bo'lsangiz, information beriladi deyilyapti. Ko'rib turganlaringdek, rosa ham ko'p biz o'ylagan, taxmin qilgan paraphrasinglar, sinonimlar keldi. Masalan, around the world so'zning o'rniga international degan so'z keldi. Live animals o'rniga o'sha creatures degan so'z
so'z keldi. Sea creatures deb. Pilot o'rniga masalan flying lesson keldi. Evening o'rniga o'sha kechki vaqt keldi. Historical clothes deyish o'rniga o'sha tarixiy ancient degan so'z keldi. Clothes o'rniga dress degan so'z kelyapti. Celebrity degan so'z o'rniga well known degan so'z kelyapti. Har qanday kiyimda kela olmaysiz deyish o'rniga dress kodi bor deyilyapti. Restaurant business deyish o'rniga bar degan so'z kelyapti. Ko'rib turganlaringdek, to'g'ri javoblar albatta parafraze qilingan. Shuning uchun sizlar mana shu variantlarni o'qiganda kalit so'zlar tagiga chizinglar, lekin mana shu kalit so'zlarni o'zi emas, ularni sinonimi, paraphrasingga kelishiga tayyor turinglar. Matndagi eng asosiy so'zlarni aytib ketaman, chunki bizning maqsadimiz mana shu testlarda ishlash davomida qanday ishlashni o'rganish va ularni ichidagi narsalarni o'rganib bilimimizni oshirish bo'lganligi uchun demak ichidagi so'zlarni ham aytib ketaman. Bularni yodlab olinglar, savol javobda topshirasizlar. Demak, open ochiq, around the world dunyo bo'ylab, on your own o'zingiz yolg'iz, live jonli, animals hayvonlar, become bo'lmoq, erishmoq, pilot uchuvchi, entertainment ko'ngilxushlik, ko'ngilochar dasturlar yoki historical tarixiy, prezident, meet uchrashmoq, celebrity mashhur, get advice maslahat olmoq, restaurant restoran, job ish, test sinab ko'rmoq, skill qobiliyat, flight parvoz, simulator o'xshatadigan narsa. Bu yerda flight simulator deganda xuddi parvozni o'xshatadigan narsaligi aytilyapti. Enter kirmoq, win yutmoq, free bepul, flying lesson uchish bo'yicha dars, tutor ustoz, repetitor, free bepul, parking mashina qo'yish, available mavjud, vet veterinar, visit tashrif buyurmoq, farm ferma, chat gaplashmoq, lecturer ma'ruzachi, fun qiziqarli, family oila, marine suvda yashaydigan, suv dengizga oid, exhibit ko'rgazma, fascinating ajoyib, creature jonzot, available mavjud, discounted price chegirma narxda, creative ijodkor, craft hunarmandchilik buyumlari yoki qo'lda yasamoq, reasonably priced o'rtacha narxda, international xalqaro, prize sovg'a, check out tekshirib ko'rmoq, vizual ya'ni ko'rishga doir, the latest eng so'nggi, demonstrate ko'rsatmoq, own shaxsiy, drink ichimlik, drink stall bo'lsa ovqat va ichimliklar uchun hali yarmarkalar bo'ladi-ku, o'shandagi bitta rastani biz stall deymiz. Masalan, to'g'ri stol bor-ku, o'sha stolga o'xshagan narsani qo'yishadi, faqat usti ham yopiqroq bo'ladi. Firework mushakbozlik. Ticket chipta, recently yaqinda, documentary hujjatli film, question savol. Bu so'zni ko'pchilik question deydi, lekin question deb o'qilmaydi, question o'qiladi, question. Hop, film production, film ishlab chiqarish, full answer, to'liq javob, ancient qadimgi, snack yengil ovqat, temporarily vaqtinchalik, hop, reporter muxbir, university universitet, introduce tanishmoq, step qadam, bosqich, professional professional. Mana bu spellinglarga ham e'tibor beringlar. Bitta F, ikkita S bor. Dress code maxsus forma. University campus universitet hududi, ya'ni binosini hududi. Guest mehmon. Fashion moda. Fashionable urfdagi, well known mashhur. Serve xizmat qilmoq, tortmoq, bermoq, masalan snacklarni beradi, tortadi degan ma'noda. Usually odatda,
career karyera, experience tajribali, practitioner amaliyotchi, provide information ma'lumot bermoq, aspect jihat. Xo'p, demak bundagi so'zlarni ko'rib chiqdik. Bu practice testlarda yana ishlaysizlar va savol javoblarda lug'atlarni topshirasizlar. Xo'p, savol bormi mana shu matn bo'yicha? Savollaring bo'lmasa, keyingi matnga o'tamiz. Menimcha hammasi tushunarli bo'ldi, juda ham yaxshi. Xo'p, endi keyingisiga o'tsak ham bo'ladi.